hokimning o'zi rahbarlik qiladi. Hokimlar har kuni ishini xalq qabulxonalaridan aholi dardi va tashvishini yechishdan boshlaydi. Hokimlar bir narsani tushunib olsin. Bugun tug'ilgan muammoni keyingi kunga o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Murojaatni boshqa idoraga yubormasdan shu yerning o'zida hal qiladi, dedi prezidentimiz. Buning uchun tuman hokimining vakolatlari kengaytiriladi, masalalarni hal qilish uchun qo'shimcha resurs ham beriladi. Yig'ilish. Assalomu alaykum janob prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Nurmonovich. Bu murojaatim shaxsan o'zingizga. Shavkat Mirziyoyev Nurmonovich, siz salkam 3 oydan bir meditsinaga, bemorlarga 90 kunlik bularga muddat berdingiz. Og'ir bemorlarga, qiynalganlarga, ahvoli og'irlarga yordam ko'rsatish haqida. Shaxsan tuman hokimligiga vakolat berdingiz. Mana shu bola 4 yildan beri yotibdi. 4 yildan beri. Faqat yig'lab iltimos bilan kelyapti. Baland bir hafta oldin lazerni operatsiyaga olib borib keldik. Viloyat sog'liqni saqlash vaziri yordami bilan. Kelgandan bir bolaning mazasi yo'q, holati yaxshi emas. Chunki reanimatsiyada shamollatib berdilar tomoq yo'lini. Nafas qisib yotibdi. To'xtovsiz murojaat qilyapti. Dadasi bilan ikkalamiz qimirlamay itdek yonida o'tiribmiz. Dori toshiymiz, dori toshiymiz, dori toshiymiz, dori toshiymiz. Topganimizga dori toshyapmiz. Qo'limizda bir so'm pulimiz ham qolmadi. Ham tibbiy, ham moddiy yordam kerak. To'xtovsiz tuman hokimiga yozyapman. Lekin menga afsuski, bular tuman hokimi yig'ilishdan bo'shamaydi. Yig'ilishda ham vaqt soati bordir. Kun bo'yi yig'ilish, obedgacha yig'ilish, obeddan keyin yig'ilish. Na shifokorlarni topib bo'ladi, na kerakli odamlarga ulanib bo'ladi. Odam o'lib ketadimi quruq yig'ilish bilan. Yig'ilishda ham vaqt soati bor-ku. Qani o'sha yig'ilishdan qani natija? Qani natija? Natija bo'lsa shunaqa yotarmidi? Mana hozir mana shuni ham men qarzga olib kelsak o'tiribman. Kasalxonaga varaq yuboramiz, dorilarni borini beradi, yo'g'ini bermaydi. Nima qilamiz? Qiynalib o'lib ketamizmi? Kechasi bilan oxlagan yo'q. Sog'liqni saqlash vazirining xabari bor. Samarqand viloyatidan turib yugurtirganlari bilan tumandagilar mahkam turmasa, tumandagi hokimimiz maylisdan bo'shamasa, xalqda dardini eshitmasa, quruq yolg'on va'da bilan aldasa, odam o'lib ketish kerakmi? 4 yil qisqa muddatmi? 4 yildan beri men jonimni berib kurashyapman. O'zbekiston xalqi guvoh, kuzatayotgan minglab insonlar guvoh. Jonimni tikib tizalab qarayapman. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay. Qachongacha davom etadi bu yolg'ondan harakatlar, quruq va'dalar. Natijasiz yig'ilishlar. Qisqartirsin yig'ilishlarni, iltimos Shavkat Miromonovich. Qisqartirsin. Yig'ilish qilsa ham kerakli. Bemorlarga, ayniqsa og'ir bemorlarga yordam beradigan, quloq soladigan glavvrachmi, zanglavvrachmi bittasi tursin o'rnida. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Skori chaqirdik. Skor mana ahvolni nima qilib ketdi? Mana bolani qancha azob bilan qarayapman, qancha azob bilan. Mana skorning ahvoli mana. Bilan qarayapman. Mana nafas olish to'xtagan yo'q. Kislorod 3 sutkadan bir kislorod ulangan. Men shu nafas olishdan bo'shamayapti. Nahot shuni bir davosi bo'lmasa. Ko'zi ochiq-ku, yashash uchun intilyapti-ku. Jiddiyroq qarang, iltimos jiddiyroq. Bizani ham eshiting, oddiy xalq, biz ham Alloh yaratgan bandasi biza. Mayli bu dunyoda javobini bermasa, o dunyoda javobini beradi. Har bir oqin olamizni Alloh guvohligida eshitib turibdi-ku. Nimaga eshitmayapsizlar? Nima uchun natija yo'q? Aziz Boboyev suratini qo'yaman. Bir marta kelmaydi, Kattaqo'rg'onga 1000 marta oyog'i yetadi. Shu ham fuqarosiku. Erkinjon Turdimov qanaqa inson edi? Aziz Boboyev sizga ham bir marta kelmaysiz. Oyog'i tagida shu bola. Butun dunyo kuzatyapti. 1000 marta rasmimizni qo'yib chiqdim. Quruq topshiriq. Quruq va'da. Mana So'hrab Zaynab qanday holatda, nima qilishni bilmayapman. Operatsiyadan kelgandan bir mana shu qishilloq ochilmayapti.
Nafas olishga qiynalib ketdi. O'tkaz toza deydilar. Bu operatsiyaga borganda operatsiyani juda ham yaxshi qildi operatsionni doktorlar. Faqat reanimatsiyaga olib kirib ketganda balani yig'lab siqtab ko'rishga siz ruxsat berganingizda vrach kirgizganda daveniyasi tushib ketgan, tepasida katta ventilator aylanib muzlab ketgan ekan. Bilmadim, qayeri bilan shamollatdi deb o'ylayapman. Iltimos bizga pulmonolog jo'natasizmi? Baland nafas olishiga yordam bering, Zuhra Zaynab. Qolgan yog'i yaxshi. CD ajralyapti, hammasi yaxshi. Operatsiyani juda ham yaxshi qildilar. Faqat mana shu reanimatsiyadagi hamshiralarni bee'tiborligidan shunaqa bo'lib qoldi shu bola. Men glavvrachga gapiraman dedim, sizga gapirganim uchun meni urishdi. Katta gaha deb aytavermay, maqsadingiz nima, o'zim qilaman deb. Lekin men bilasiz, 3 yildan bir parvo qilib kelyapman. Men doktorlardan norozilik qilib, noshukrlik qilayotganim yo'q, Zuhra Zaynab. Shamollatib qo'ydilar, bilolmayapman. Mana shu qishloq o'tmayapti, kislorod bilan ham qiynalyapti. Iltimos bolam, sog'ayish uchun yordam bering. Bir to'rt kelgandan beri mana shunaqa nafas olyapti. Samarqanddan kelgandan nafas olish mana shunaqa. Qanaqa mutaxassis kerak bo'lsa jo'nating, iltimos, qiynalib ketdi bu. Toshini oldirib og'riqni qoldiramiz, bu nima ahvol? Mana kim chidoladi? Operatsiyadan kelgandan mana shunaqa nafas olyapti. Aytyapman vrachlar kelganda. Davleniyasi yaxshi, saturatsiyasi yaxshi, lekin nafas qiynalib ketdi bu turishda. Kechasi bundan-da og'irlashib qoldi, ko'karib. Iloji yo'qmikan? Shuni to'xtatishda iloji yo'qmikan? Tuman hokimiga ham videolarini tashlayapman, hammaga tashlayapman. Nahotam bir ko'rmasalar, nahotam e'tibor bermasalar, farzandlaringiz bor-ku sizlarning ham. Qo'rqmaysizlar ammo Allohdan. Prezident faqat yig'ilish o'tkazib, quruq yig'ilish o'tkaringlar deb qaror chiqardilar. Amaliy yordam yo'qmi?